Assalamu alaykum savatdaşlar. Hazır biz sarf dersimizden 16. dersini okuyumuz. Biz ilgirki saatlik dersimizde mutemekkin isminin birinci taqsimati, birinci bölükü boğan mücerred ve mezid hakkı toxtaldık. Endi biz bugün mutemekkin isminin ikinci taqsimati boğan mushtaq ve jamid hakkı toxtalımız. Bismillahirrahmanirrahim. Endi isim cumutluq yoki ishtiqoqliq e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'linadi. Jamid ve mushtaq deb. Bu jamid degan nima, jumutliq degan nima? İshtiqoq, ya'ni mushtaq ism degan qanday ism deganda, odatda arab tilidagi ismlar ya aslidan shu holatda paydo bo'lgan bo'ladi. Masalan, rajulun desam, bu rajulun degan so'z boshqa bir so'zdan elingan so'z emas. Başka bir sözden iştiqoqlab chiqarilgan so'z emas, ya'ni yasab chiqarilgan so'z emas. Bu mushxil holatda paydo bo'lgan so'z, ya'ni boshqasidan elinmagan. Shu paydo bo'lishda shu peti paydo bo'lgan so'z. Buni bo'ladi jamid bo'ladi. İshtiqoqchi desam, bu boshqa biridan elingan. Masalan, zahibun, qaimun yoki madrubun yoki minsharun dey masalan, ya'ni hara, yani bir narsani herlaydigan hara, minsharun desam, bu minsharun degan bu ismni biz mushtaq ism deymiz. Nimishqa bu asli yaqin nashara degan fe'lninki nashrun degan bu masdaridan chiqqan ismi alat. Demak bu boshqasidan qanday qilingan, elingan. Bu minshar degan hara degan so'z yoki qaimun degan ismi fa'il, daribun degan bu ismi fa'illar darbun degan masdardan qanday qilingan, chiqarilgan. Asli kelib chiqishi boshqa bir nimadan so'zdan kelib chiqqan. Demak, asli boshqa bir so'zdan elingan bo'lsa, bu mushtaq bo'ladi. Boshqasidan elinmagan, paydo bo'lishda shu holatda paydo bo'lgan ismlarni bo'ladi, jamid bo'ladi. Hamda biz darsimizga kirsak, Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimu thani lil ism. Ismning ikkinchi taqsimati yanqasimul ism min haythul jumud val ishtiqoq ila qismayn deydi. Ism jumutluq, ya'ni to'nglab qilish, muzlab qilish degan gap bu. Bu yerda ko'chmani ishlatilgan. Ya'ni to'nglab qilish va ishtiqoq qilinish, ya'ni boshqasini chiqarish jihatdan ikki qismga bo'linadi. Birinchisi al-ismul jamid, jamid ism. Jamid ism degan nima deganda, va huwa ismun murtajilun wudi'a lid-dalalati ala ma'na. U murtajil degan gap aslidan o'zligidan paydo bo'lgan degan gap. O'zligidan o'zining ma'nisiga dalolat qilish uchun qo'yilgan ism. Ya'ni o'zligidan aslidan o'zi paydo bo'lgan degan gap boshqasidan qanday qilingan emas, ilingan emas degan gap. Wa lam yu'khad min lafzi ghayrihi. Boshqasining labzidan qanday qilingan emas, ilingan emas. Ya'ni boshqa bir so'zlardan kelib chiqqan emas. Qaysi xil ismlar shunday jamid bo'ldi deganda, cho'ng jihatdan ikki xil ismlar. Birisi mahsusa bo'lgan ismlar, ya'ni ko'gil bo'lgan, tutquli bo'lgan. Masalan, rajulun, baqarun, shajarun, daraxt, qala, odam desam, bu bir mahsus, ya'ni tutquli bo'lgan, ko'gili bo'lgan amaliy narsaning ismlaridan bo'ladi, jamid bo'ladi. Masalan, kitobun, shunday rajulun deganga o'xshagan. Deydi, "Va lam yu'khad min lafzi ghayrihi", boshqasining labzidan elinmagan, xuddi mahsusa jinsning ismlariga o'xshash, ya'ni tutquli bo'lgan jinsning ismlariga o'xshash. Masalan, daftar, qalamun, hammasi nima jamid. Bu qalam degan so'z boshqasidan elingan emas. Murtajil, ya'ni aslidan shu paytda paydo bo'lgan. Masalan, rajulun, shajarun, baqarun deganga o'xshagan. Ikkinchisi asmaul ajnasul ma'naviyya, ma'naviy jinslarning ismlari uchun jamid ismida. Ya'ni masalan, ajnasul ma'naviyya degan nima desa tushuntirib qo'ydi bu yerda. Va huwa ma dalla ala ma'nan yudraku biz-zihn. Bu zihn bilan bilinadigan narsalarni bildiradigan so'z. Zihn bilan bildiradigan, masalan, tushunish, anglash, nur deganga o'xshagan. Unda o'zi nima bilan o'z ichiga oldi deganda, va yashmulul masadira ad-dalla ala ahdath. Va shundaqla bu jamid ism hodisalarga dalolat qilgan masalalarni qanday qiladi, o'z ichiga oladi. Masalan, nasrun desam, bu bir jihat, nasrun desam bu nima? G'alba degan gap. G'alba degan nima bilan bilinadi? Bu zihn bilan bilinadi. Shunday bu tutqulanmaydi, ko'gillanmaydi. Bu demak, bu ajnasul ma'naviyya hodisalarga dalolat qiladigan masalalarni qanday qiladi, o'z ichiga oladi. Nasrun g'alba, fahmun tushuncha, qiyomun fahmun tushunish,
qiyamun, turush, qu'udun, o'ltirish, daw'un, nurun, yo'riqliq nur, bu degan gaplar ham bularning hammasini bo'ladi. Bu jamid ismlar bo'ladi. Ya'ni ma'naviy ismlar bo'lsin yoki mahsus ismlar bo'lsin, ya'ni boshqasidan elinmagan aslidan paydo bo'lgan so'zdan bo'lib jamid bo'ladi. Unda o'zi mushtaq ism degancha deganda va huwa ma ukhiza min g'ayri. U boshqasidan chiqarilgan, boshqasidan qana qilgan elingan. Masalan, qaimun, turg'uchi degan gap. Bu bir ism. Shunga biz uni ismi fa'il deb ataymiz. Bu jamidmi mushtaqmi desa mushtaq. Nimishqa? Bu qiyam degan masdardan qana qilingan, chiqarilgan. Qiyam degan masdardan chiqarilgan. Grammatiklar orasida ba'zilar mushtaqlarni masdardan chiqarilgan deb qarasa, yana bir qismlar bu fe'l mozidan qana qilingan chiqarilgan deb qaraydi. Demak, ikkala xil ko'z qarash bor. Masalan, mu'minun, maksurun, jabbarun, alimun, minsharun, maktabun. Maktab ustal. Ustal deganning ismi bu, ism. Endi shuni ishxona degan ma'nosimi cho'p bor. Bu maktab, ishxona, ustal degan gap jamidmi mushtaqmi? Albatta mushtaq. Nima uchun bu kataba degan mazidin yoki kitoba degan masdardan qana qilgan, chiqarilgan ismi olat yoki ismi makon. Ishxona desak ismi makon bo'ladi, ustal desakchi ismi olat bo'ladi. Demak, mushtaq degan mana shunga o'xshash boshqadan qana qilingan, elingan so'zlar. Qaimun, masalan, qama yaqumu degan aslisi, qama yaqumu bu qiyam degan masdardan elingan, mu'minun, amana yu'minu, iymon degan masdardan elingan, maksurun hammasining o'zining nimasi va fe'li va masdari va. Endi biz ixcham-lasak ism jamida va nima bo'ladi? Mushtaq bo'ladi. Jamida deganimiz va huwa ismun murtajilun wudi'a lid-dalalati ala ma'na va lam yu'khad min lafzi ghayriha. Jamid ism deganimiz o aslida o'zining ma'nosini dalolat qilish uchun qo'yilgan, boshqasining lafzining qana qilinmagan, ilinmagan ism. Masalan, rajulun, shajarun, baqarun deganga o'xshash. Nasrun, fahmun, qiyamun, qu'udun deganga o'xshagan. Ustundagi rajulun, shajarun, baqarun degan bu tutquldan ko'gil bo'lgan narsalarning ismlari. Nasrun, fahmun, qiyamun, qu'udun degan bu ismlar, bu masdar, tip ism deymiz. Bu tip ism zihnida tushuniladigan, ya'ni ajnasul ma'naviyya, ma'naviy bo'lgan ma'noni bildiradi. Ikkinchisi qaysi? Mushtaq. Mushtaq deganimiz nima? Boshqasidan elingan. Boshqa so'zni qana qilingan, elingan. Masalan, qaimun, mu'minun, maksurun, jabbarun, alimun deganga o'xshagan. Endi mushtaqlar. Biz jamidni bildik, mushtaqni bildik. Shunda mushtaqlarning aslisi nima? Bayat nima degan gap? Bu mazidan chiqqanda, muzaridan, masdardan deganda aslul mushtaqat, mushtaqlarning asli masdar. Nimadan chiqariladi? Masdardan chiqariladi. Va yushtaqu minal masdar 10 ashya. Endi masdardan 10 xil narsa chiqariladi. Masdardan 10 xil narsa. Qaysi chiqadi masdardan? Al-madi, birinchidan mazi chiqadi, ikkinchidan mudari chiqadi, uchinchidan amr chiqadi. Biz buni qanday qilib bo'ldik? O'rganib bo'ldik. Vaqt taqaddamat. Bu ilgari o'tdi. Fe'lning babida ilgari o'tdi. Demak, mazi, mudari, amr nimadan chiqadi ekan? Masdardan chiqadi ekan. Va ismi fa'il chiqadi, ismi maf'ul chiqadi, sifat mushabbiha, ismi tafdil, ismi zaman, ismi makan, ismi alat chiqadi. Demak, biz yuqorida tushunib bo'ldik. Keyingi mushtaq bo'lgan, ismga tava bo'lgan, ismul mushtaqqa bo'lgan, ismga tava bo'lgan bu 7 xildan tunishmadik. Endi biz bular bilan shu fe'l babimizda, ism babimizda tunishimiz. Qad alimta anna abniyatal fi'li thulathiya. Endi biz ilgirki fe'lninki darslarida o'rgandik. Fe'lning qurilmasi thulathi bo'ladi, rubai bo'ladi, xumasi bo'ladi, sudasi bo'ladi. Va likulli bina'u minha masdar. Ya'ni thulathi bo'ladi, sulasi mazid, rubai mazid bo'ladi. Demak, sulasiga 3 harf ortiq qilinsa bo'ladi, u sudasi 6 harflik bo'ladi. Demak, shu umumiy nuqtani tushuntirmoqchi. Bu yerda sudasi bo'ldigini, sudasi mujarrad, sudasi mazid deb bo'lmaydi, ammo bu sulasi mujarradga 3 harf ortiq bo'lgan vaqtda sudasi bo'ladi, ya'ni 6 harflik bo'ladi. Demak, fe'lning qurilmasi umumiy jihatdan 3 harflikmi fe'l bor, rubaiyya 4 harflikmi fe'l bor, xumasiyya
5 harflikmi fe'l bor, sudasi 6 harflikmi fe'l bor. İstagfara, istakhraja deganga o'xshagan. Mayli 3 harflik olsun, 4 harflik olsun, 5 harflik olsun, 6 harflik olsun, her birinin nimasi var? Masdar var. Deydi va likulli bina minha masdar. Her bir qurilmaning nimasi var? Masdar bor. Unda bo'lsa, sulasi mujarradning masdari nima? Sulasi mazidning masdari nima? Rubai mujarradning masdari nima? Rubai mazidning masdari qanday bo'ldi deganda biz buni hozir o'qiymiz. Masdaru thulasiyul mujarrad. Mujarrad sulasinin masdari ko'p. Buni qilipi yo'q, o'lchim yo'q. Arablar qanday qo'llangan bo'lsa, shu bo'yicha qo'llanamiz. Endi bu simai deymiz buni, anglab bilamiz. Buning qilipi yo'q. Shunda bo'lsa-mu, sarfiyullah ko'p xil ahvolda maskaladigan bir qism qoidani paydo qilgan. Ya'ni bu mutlaq qoida emas, ammo ko'p xil ahvolda mush qoida tushidi degili bo'ladigan g'ayr muttarida deymiz. Ya'ni mutlaq bo'lmagan ko'p xil ahvolni asos qilib turib bu qoidani paydo qilgan. Biz uni tuanda so'zlaymiz. Deydi awzanuhu kathira va hiya sima'iyya. Hamda sulasi mujarradning masdarining vaznlari ko'p. Va hiya sima'iyya. O sima'i bo'ladi. Ya'ni anglab bilamiz. Likulli fi'li masdar ala vazn xas. Har bir masdning xos nimasi va vazni va. Va hunaka dawabit g'aliba. Bu yerda g'olib, ya'ni ko'p xil ahvolni ko'zda tutib chiqarilgan qoidalar va g'ayri muttarida degani umumiy mutlaq emas. Tattabi'ul ma'na va ilayka bayanuha. Endi buning bayonini bu yerda sizga sunamiz, ya'ni siz lozim tuting. Yani ma'niga ergashib turib, ya'ni g'olibatun tattabi'u ma'na degani ma'nini asos qilib turib tuzilgan qoidalar. Munda ma'nini mushkil ma'niga yaqin fe'llarning masdari munda bo'ladi deganga o'xshagan. Birinchisi, endi bu qoidaninki ko'p xil ahvolni ko'z tutib chiqargan qoidaning birinchisi al-g'olib fima dalla ala harfa aw shibhiha ay yakuna ala wazn fi'alah. Birinchi qoida kasbga, ya'ni hunar kasbga yoki shuningga yaqin hunar kasb yoki shuningga yaqin ishlarni bildirgan fe'llarningki g'olib ko'pincha ahvollarda masdari fi'ala o'lchimida bo'ladi. Ya'ni kasb yoki shu kasbga o'xshaydigan bir ishlarni bildiradigan fe'llarningki masdari qaysi o'lchamda? Fi'ala. Masalan, tijorat bu bir kasb, shundaqmi? Hidada tumirchilik degan gap. Bu bir kasb. Xiyota tikkichilik bu kasb. Vizora ministr bu bir kasb. Niyoba bu bir kasb. İmara bu bir kasb. Zi'ama boshliq, imorat bu boshliq, niyoba bu bir mansab. Demak, mansablarmi bir kasb qanday qiladi bir jihatdan o'xshaydi. Demak, kasb va kasbga o'xshaydigan fe'llarningki ko'p hollarda masdar qaysi o'lchamda? Fi'ala o'lchimida chiqadi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida al-g'olib fima dalla ala idtirab ay yakuna ala wazn fa'lan. Ko'pincha holda al-g'olib, ko'pincha holda tarvinishni, ya'ni tarvinishga dalolat qiladigan fe'llarning masdari fa'lani o'lchimida bo'ladi. Tarvinishni bildiradigan. İztirab degan tarvinish degan gap. Masalan, fawron degan gap, qaynash degan gap, qaynash. Qaynag'anlikqa, bir narsaniki qanaqalikqa suning yoki qaynag'anligini bildiradi. Demak, qaynashmi tarvinish bo'ladi. Shundaqmi? G'alyon bu qaynab tashmoq degan gap, ya'ni suningki qaynab bir ho'g'a aylanganligini bildiradi. Demak, bu bir tarvinish. Javlon, buni bilamiz, shundaqmi? Javlon qilish degan gap, ya'ni o'ylanish degan gap, ha? O'ylanish. Bu bir tarvinishni bildiradi. Jayshan bumu tarvinishni qanday qildi? Bildiradi. Jayshan. Üçüncü qoida al-g'olib fima dalla ala imtina' ay yakuna ala wazni fi'alun. Ko'pincha holda cheklanishni bildiradigan fe'lningki o'lchimi fi'alun o'lchimiga asosan bo'ladi.
Al-g'alib fima dalla ala imtina. İmtina'ni bildiradigan narsada ko'pincha holda fi'al o'lchamidicha bo'lish. Bu ikkinchi qoida. Masalan, iba degan bosh tortish degan gap. Aba unumi degan gap shunday-ku, iba bosh tortish. Bu bir cheklanishni ifodalaydi. Jimah bu to'sqinlik qilish degan gap. Nifar bu ukish degan gap. Otning ukishini deymiz, nifar deymiz. Shirat qichish, ya'ni tugunning qichishi, qo'yqonlarning qichishini deymiz, shirat deymiz. Demak, bir xil bosh tortish, ukish va shundoq bir imtina, cheklanishni ifodalaydigan ko'p hollarda fi'llarning masdari qaysi o'lchamda? Fi'al o'lchamida chiqadi. Uchinchi qoida al-g'alib fima dalla ala da'in ay yakuna ala wazni fu'alun deydi. Ko'pincha holda kasalni bildiradigan narsa fe'lninki o'lchami fu'alun o'lchamida bo'ladi. Kasalni bildiradigan. Masalan, zukamun, zukam, suda'un fu'alun o'lchamida, bosh og'riq, duvarun bosh qiyish. Hammasi nima? Kasal. Beshinchisi al-ghalib fima dalla ala sawtin ay yakuna ala wazn fu'al aw fa'il deydi. Ko'pincha holda ovozga dalolat qilgan narsada fu'alun yoki fa'ilin o'lchamida bo'lish. Ovozga dalolat qilgan narsada. Masalan, uwaun fu'alun o'lchamida. Degan gap ishning qovushi, qovdi degan qovushi degan gap. Ishning qovushini uwaun deymiz. Nubahun bu ishninki xirxirshi qovushi degan gap. Bu fu'alun o'lchamida. Muaun mushukninki miyovlishi. Bu bir ovoz fu'alun o'lchamida. Zairun fa'ilun o'lchamida. Bu shirning ho'kirishi. Nahiqun eshakning hangirishi. Bu fa'ilun o'lchamida. Aninun ingrash, nala qilish degan gap. Ingrash. Bunun bo'ladi fa'ilun o'lchamida. Demak, ovozga dalolat qilgan, ma'nosi ovozni bildiradigan fe'llarningki masdari nimani qaysi o'lchamda? Fu'alun yoki fa'ilun o'lchamida bo'ladi. Ko'p hollarda. 7-si al-ghalib fima dalla ala lawnin ay yakuna ala wazni fu'la. Ko'pincha holda fu'la o'lchamida bo'ladi, rangni bildirgan narsalar. Ya'ni rangni bildirgan fe'llarningki masdari fu'la o'lchamidicha bo'ladi ko'pincha hollarda. Masalan, sufra, xudura, zurqa deganga o'xshagan. Ya'ni sufra sariq, xudura yeshil, zurqa ko'k. Demak, rangni bildiradigan fe'llarningki ko'pincha hollarda masdarining o'lchami fu'la o'lchamida bo'ladi. Mana bu sulasi mujarradning masdariningki ko'p xil ahvolni ko'zda tutib chiqargan qoidalari. Endi bu xil, ya'ni biz hozir so'zlagan 7 xil qoidadan sirt masdarlarning qanday bo'ldi? Ko'p xil ahvollarda deganda, ya'ni va fi ghayri hadhihi al-ma'ani yaghlibu an yakuna masdar al-mutaaddi min babi nasara yansuru. Deydi, bu ma'nolarning boshqasida yaghlibudan ko'p bo'ladi. Nasara yoki fahima babidan kelgan mutaaddi fe'lning masdari fa'lin o'lchamida bo'ladi. Nasara bab degan qaysi? Nasara yansuru, ya'ni fa'ala yaf'ulu babi. Fahimachu, fahima yafhamu, fa'ila yaf'alu o'lchami. Mush ikki o'lchamda kelgan fe'llarningki mutaaddi bo'lish sharti bilan masdarining bo'ladi ko'p hollarda fa'lin, xuddi nasrin, fahmin deganga o'xshagan. Ya'ni fahmun, nasrun deganga o'xshagan. Endi fa'ala o'lchamida kelgan, ya'ni mazisi fa'ala kelgan lozim fe'lning masdari ko'p hollarda fu'ul o'lchamida bo'ladi. Fu'ulun, masalan, su'udun, sa'ada, yas'udu, nuzulun, julusun deganga o'xshagan. Mazisi fa'ala kelgan, shunday o'zining bo'lgan lozim bo'lgan fe'lningki masdari ko'p hollarda fu'ulun o'lchamida asosan bo'ladi. Fa'iladin lozim fe'lning masdari fa'alun o'lchamida chiqadi. Fa'alun, bajarun, batarun, atashun, havarun deganga o'xshaydi. Bajarun zirikish, batarun cho'nchilik qilish degan ma'nosi bor. Yana bir xil ma'no bor, buni hozir eslamadim. Boshqa bir ma'nosi bor. Atashun sash, havarun degan gap qora ko'z bo'ldi degan gap, qora ko'z bo'ldi degan gap. Ya'ni qora ko'z bo'lish degan gap masdari. Endi fa'ula o'lchimida kelgan lozim fe'lning masdari fu'ulah o'lchimida chiqadi yoki fa'alah o'lchimida chiqadi. Xuddi
Masalan, su'uba, suhula, nabaha, shaja'a deganga o'xshagan. Mana bu ko'p xil asosni, ko'p xil ahvolni ko'zda tutib turib chiqargan qoidalar. Ammo umumiy qoida nuqtasidan sulasi mujarradning masdarlari sama'iy bo'ladi. Uning mutlaq ishlatilib bo'lgan qoidasi yo'q. Wa qad ya'ti lil fi'l al wahid masdaran fa akthar. Bir fe'lninki ikki yoki undan ko'p masdar keladigan ahvollar bor. Endi biz yuqoridagi qoidani o'rgandik. Rangni bildirgandan keyin bunda bo'ladi, ovozni bildirgandan bunda bo'ldi deb hammasini bildik. Ko'p xil ahvolni ko'zatib chiqargan qoidalarni bildik. Endi shu xil ma'noga bildirib turib, masalan, kasbni bildirdi, lekin u fi'ala o'lchimida chiqmadi masalan. Bunda olib qolsa qanday qilamiz deganda, uni yana masdar deb qabul qilamiz, sama'i deymiz. Deydi, "Va ma jaa mukhalifan lima taqaddama falaysa biqiyasi." Endi yuqorida so'zlanganga qarshi holatga kelgani u qiyosiy emas. İnnema huwa sama'i. O sama'i. Yuhfaz. Yani yadlaymiz ve la yuqasu alayh. Onunla qiyas qilmaymiz. Yadlaymiz ham masdar ekan deb qabul qilib yadlaymiz, lekin shuningga asoslanib turib yana bir necha masdar chiqarmaymiz. Uni masdar chiqarishda o'lcham qilmaymiz. Endi biz sulasi mujarradninki masdarlar bilan tunishib chiqdik. Endi va min g'ayri sulasi, endi sulasining boshqasining qanday bo'ladi deganda, sulasining boshqasidan, ya'ni sulasi mujarradning boshqasidan onun masdari qoidalik o'lchami bor. Shu o'lcham bo'yicha chiqadi. Mutlaq nimasi bor? Unda ko'p xil ahvolni ko'rsatib emas, uning o'lchamlik nimasi bor? Qoidasi bor. Birinchisi fa'ala, ya'ni sulasi mazidninki birinchi bobi fa'ala. Ayni tashdid qilishdan. Buning masdari qanday chiqadi? Biz buni fe'lning babini so'zlagan vaqtda, tasrifning babini so'zlagan vaqtda so'zliq va qisqacha eslab o'tib ketamiz. Ya'ni fa'ala yuf'ilu taf'il, ya'ni tahhara tathhir. Mushu bo'yicha. Af'alaning masdari if'al, xuddi akrama yukrumi ikrom deganga o'xshagan. Uchinchisi beshida hamzatu vasli bo'lganning masdari bu qiyosiy bo'ladi. Intalaqa, ya'ni hamza o'g'li intalaqa, iqtadara, istafa, istaghfara deganga o'xshash. Qanday buni o'lchimi deganda ayyuk sara thalithu huruf minhu. Uning 3-harfi qanday qilinadi? Zir qilinadi. Va yuzadu qabla akhirih alif. Oxirining ilgirisida nima ortiq qilinadi? Alif ortiq qilinadi. Fayasghiru masdaran. Andan bo'ladi, masdar bo'ladi. Masalan, istaghfara desak, 3-harfi ta qanday qilinadi? Zir qilinadi. Istigh. Ondan keyin oxirining ilgirisidagi radni ilgari qanday qilinadi? Alif ziyoda qilinadi. Istighfar, intiloq, iqtidor, istikhroj bu shaklda bo'ladi. Nima bo'ladi? İntilaq, iqtidor, istighfar deb mushu o'yinchami. To'rtinchisi ortiq ta bilan boshlangan tadahraja deganga o'xshagan. Qanday bo'ldi deganda 4-harfi pash qilinadi. Tadahrujan, tashaytana, tashaytunan, tajawraba, tajawruban. 5-si fa'alalarning masdarining qiyosi, ya'ni o'lchami va uning mulhaqlarini. Biz mulhaqlarni so'zladik-ku, mulhaqlarning o'lchami fa'alalatun bo'ladi. Biz buni yuqorida so'zlab bo'ldik, ha? Dahrajatun. 6-si fa'alaning masdarining qiyosini bo'ladi. Biz buni o'rganib bo'lgan al-fi'al bil kasra wal mufa'ala. Fi'al zir bilan va mufa'ala bo'ladi. Va yana bir so'z ekan oz qo'llangan. Fi'alan qitalan ya bilan. Ya'ni mufa'ala, qatala, qitalan, muqatala. Jahada, jihad, mujahada. Shunga o'xshash. Ondan sonra biz bu mazmunni, bu masdar bizning ismga munosabatli bo'lgan so'zlar deb ketdik. Undan sonra bir masdar degan nima buni ixcham o'tsak, masdar deganimiz wallabzu dal ala al-hadas mujarradan an az-zaman. U masdaring tub ism. Bu bir hadas, hodisini bildiradi, lekin vaqtdan, zamondan xoli. Unda vaqt uqumuchi yo'q. Endi deydi, u hodisiga zamondan xoli bildiradigan lafzi. Masalan, alima bildi, ilmen bilish, vaqt uqum yo'q. Qatala urushdi, qital urushush deganga o'xshagan. Awzanuhu min ath-thulathi al-mujarrad. Sulasi mujarradning vaznlari sama'i bo'ladi. Sama'i. Ya'ni anglashilan bo'ladi. Biz uningga ko'p xil ahvolni ko'rsatgan qoidasini so'zlab o'tdik. Masalan, nasrun, rahmatun, shug'lun deganga o'xshagan.
Ve min gayri thulathi, thulathi'nin başkasının qanday bo'ldi? Qiyasi bo'ladi. Biz buni yuqorida qanday qildik? So'zlab o'tdik. Taf'il af'ala babin. Shunday taf'il shunday fa'ala babin. If'al af'ala babin. Infi'al shunday tafa'lul fa'lalatun fi'alun mufa'alatun. Yani infial qaysi oldida alif bo'lgani, ya'ni hamzatul vasl bo'lgani. Unda o savoqdaşlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.